Mana shu yerda turgan furalarning ko'pligini ko'ryapsizlarmi akalar? Hammasi sotiladigan furalar. O'zi ko'pchilik bilgan bo'lsa kerak qaydaligimni. Chus shahridaman. Hozir sizlarga yaxshi narxda sotilayotgan furani ko'rsataman. Mercedes Actros 2016 ga 2016-yilda ishlab chiqarilgan, narxini 51960 dollar deb aytilyapti. Tevesda ozgina sunnatiga o'tib beriladigan joylari ham bor. Yurgan masofasi 1,162,000 kilometr masofani bosib o'tgan avtomat korobkada. Salonlarning ichki holatlari ham zo'r holatda turibdi. Ishlab turgan mashina hech qanday kamchiliklar yo'q deb egalari aytayaptilar. O'zingiz uchun bir qator tekshirib olsangiz ham bo'laveradi. Baklari jami 1300 litrli bak bilan jihozlangan, prinsipi kroni. Moslari BPV mosti qo'sh lentakali, ya'ni ikkita lentakasi bor. Oldi va orqasida. Balonlarning holatini ham videoni o'zida ko'rsatib o'tib ketaman. Mana oldi balonlarning holati. Bu tiyagatchi balonlarning holati. Oldi balonining holati. Furaga qiziqqanlar bo'lsa, telefon raqam har doimgidek videoni past qismida bo'ladi. Egalarning o'zlariga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Yana ko'plab sotuvdagi furalarni bizni Telegramdagi kanalimizda topsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha barcha sotuvdagi furalar bizni Telegram kanalda akalar. Agar kanalda bo'lmasangiz, hozir o'tib olsangiz bo'ladi. Furalarni o'tkazolmaslik uchun. Bu videoga like bosib, mana shunaqa fura qidiruvga tanishlarga jo'natib qo'ysangiz, hamma uchun manfaatli bo'ladi. Instagramda yangi chiqqan funksiya repost tugmasini bosib qo'ysangiz, sizning obunachilaringiz ham aynan mana shu videoni ko'radi. Hammaga rahmat.